Bilinch pishirishni bilmaysizlarmi yokida qancha qilsanglar o'xshamayaptimi? Unda ekranga yaqinroq kelinglar, chunki men ham bu retseptni ko'rmagunimcha bilinch pishirishni bilmasdim. O'zi hammasi nimadan boshlandi? Men chiroyli qilib makiyaj qildim, sochimni jingalak qildim ertalabdan, chunki to'garagim bor edi. Keyin to'garagim atmen bo'pti. Telegramga kirib qarasam, bo'lmaydigan bo'pti. O'shaning uchun nimadir qilishim kerak edi dedimda, shundoq xolodilnikka ochsam, ichida achib qolgan sut bilan tuxum bor ekan. Qani shulardan nima qila olaman dedimda, shundoq qo'ydim va YouTube'ga kirib izlandim va bitta retsept ko'rdim. Короче, 3 ta piyolani yoki bokalni bir xil bo'lishi kerak, faqat qo'yib olasizlar va bittasiga sutni to'ldirib, ikkinchisiga suvni to'ldirib, uchinchisiga un solib olasizlar. Va stenkamizda shunaqa chiroyligina idish bor ekan, shuni oldimda 2 ta tuxumni chaqib yubordim va venchik bilan yaxshilab aralashtirib oldim. Undan keyin bo'lsa sutni soldim va yana aralashtirdim. Undan keyin ozgincha aralashtirgandan keyin suvni solgandim. Judayam suyuq bo'lib ketdi. Ko'ryapsizlarmi? Judayam qo'rqib ketdim. Keyin bo'lsa unni solganimdan keyin, unni solib yaxshilab venchik qilgandan keyin hammasi o'z joyiga keldi. Undan keyin bo'lsa razrahletel va vanillinni ozginchadan sovordim. Chari o'rniga shunaqa xolodilnigimizda qolib ketgan saxarni pudra bor ekan, o'shani sovordim va shunaqa suyuqlikda massa hosil bo'ldi. Keyin tovamni qizdirdim ozgincha, unga yog' solib, bilinchiklarimni shunaqa qilib pishirishni boshladim. Negativchilarga har doimgidek gap tayyor turadi. Men shuncha harakat qilib video olsam ham hozir kelib tovamni gapirib ketishadi. Xullas, nima desanglar ham mayli. Keyin bo'lsa shunaqa qilib dumaloq qilib bilinchlarimni pishirishni boshladim. Birinchi shunaqa katta qilmoqchi edim, keyin qarasam juda ham qalin bo'lib ketyapti. Keyin qolganlarini kichkina qilib olaverdim. Va shunaqa qilib mana bilinchiklarim tayyor qildim. Yoqimli ishtaha hammalarga tayyorlab ko'rishlarini tavsiya beraman. Keyingi videolarda sochimni qanaqa qilib jingalak qilganim bilan makiyajimni qanaqa qilganimni ko'rsataman. Shuni videoga like bosib, menga obuna bo'lib qo'yishingiz chiqmas.